Angliyada o'tkazilgan sanoatleşken 7 davlat başlıqlarının 13 iyun günü e'lon qilgan o'rtaq bayonotida Uyg'urlar masalasimi tilga ilingan. Yig'inning oxirida e'lon qilingan bayonotda Xitoyni Uyg'ur elida kishilik huquqqa hurmat qilishga, Hong Kongning oliy avtonomiyalik o'rnini saqlashga chaqirgan. Bu Uyg'urlar masalasining tunji qitim sanoatleşken 7 davlat başlıqlarının o'rtaq bayonotida tilga ilinishidir. Reuters agentligining xabar qilishicha, bayonotda biz qimmat qarashimizni olg'a suramiz. Jumladan Xitoyni kishilik huquq va negizlik erkinlikka hurmat qilishga chaqiramiz. Bo'libmi Xinjiangga munosabatlik ishlarda, shundaqla Xitoy Angliya qo'shma axboroti va asosiy qonundagi Hong Kongning haq-huquq erkinligi va oliy avtonomiyasiga hurmat qilishga chaqiramiz deyilgan. Reuters agentligining bildirishicha, yig'inda taraflar yana majburiy emgakni yer shari ta'minot zanjiridan chiqarib etishga va'da berib, Uyg'ur elini majburiy emgakning asosli manbasi deb ko'rsatgan. Amerika taraf e'lon qilgan bu vaqtdagi bir hujjatda mundaq deyilgan. Amerika va G7 sheriklarimiz yer shari ta'minlash zanjirida har xil shakldagi majburiy emgakning ishlatilishidan qattiq andish qiladi. Bu davlatning homiyligida ojiz guruhlarni va oz sonli millatlarni majburiy emgakka selish, dehqonchilik, quyosh energiyasi va kiyim-kechak sohalarida majburiy ishlatishni o'z ichiga olgan bo'lib, Xinjiang andish qo'zg'ayotgan asosliq ta'minot zanjiri.